FIFA Messini qo'llab-quvvatlagani ma'lum bo'ldi. Yo'q, bu hazil emas. Aytishimdan oldin kanalimga obuna bo'lib qo'ying, chunki biz yil oxirigacha 50 mingta bo'lishimiz kerak. FIFA oktyabr oyida Inter Miami kelasi yili klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etish haqida e'lon qilgan edi. Lekin Lionel Messi jamoasi MLS play-off bosqichidan chiqib ketganidan so'ng tanqidlar ostida qoldi. Ma'lum bo'lishicha, FIFA Messining homiylar va telekompaniyalarni jalb qilishda ishtirok etishini xohlab, aynan shu qarorga kelgan. Shuning uchun ular Inter Miamining MLS chempionligiga erishishini kutishni istashmagan. Odatda amaldagi chempionlargina o'z davlatida o'tadigan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etishardi. Lekin AQSh Oliy Ligasi g'olibi bu mavsum kim bo'lsa ham kelasi yili jahon chempionatida ishtirok etmaydi. Bunga sabab bittagina yo'llanma aynan Miamiga berildi. Endi chindan ham Messi va FIFA o'rtasida nimadir bor degan qarashlar muxlislar orasida keng muhokama qilinmoqda. Siz bunga qanday qaraysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.